Bu kim, nimaga ko'zi qisiq? Bular Xitoydan kelgan biznesmen. Bor pulimni olib keldim. Biznesmen bo'lib ketishim kerak, tushundingizmi? Aldamaydim ish qilib. Bular aytayapti, otangga ishonmasang ham Xitoyliga ishon deyapti. Tovarga pul tiksiz, kelgandan keyin 2 barobar foyda qilasiz deyapti. Malades, zo'r odam ekan. Aldagan 3 ta harf lekin. Tintuwa aldagan 3 ta harf. küt. Nima dedi? Ha, bular aytayapti, tovari ko't deyapti. Ha, kutamiz. Rahmat. Boringlarga shukr. Assinasina, Chiyoto. Nima dedingiz deyapti. Bilmayman, senga o'xshab gapirdim-da, tushunaman dedim. Ko'zini qisganini qara buni. Tovar keldi. Assalomu alaykum. Namuncha 1 yildan beri kutaman aka. Yo'lda muammo bo'ldi, tamoshini bilasiz-ku. Ha, keldimi tovar? Tovarlarni olib keldim. Bir oling. Nima bu? Siz aka sizga tovarlar emas. $20,000 shu keldimi? Shuna qimmat. Bu nima bu? Bu masajnik-ku, o'zingiz boshingizga mana. Bo'ldi. Bu nima bu? Isib ketganingizda shamollatadi. Men shunaqasini aytganmidim. Bu barqi bu. Bu Xitoyniki. Bu nima bu tapichka? Bu dushga kirganingizda kerak bo'ladi, damashnik tapichka. Men kimga sotaman buni kirgi bu? Kinayimga berasiz. Kiyilgan-ku bu, maladoy. Kiyilgan-ku bu. Bu nima bu? Ya buni stanok anaqaga olishga. Qani buni olishi yo'qmi? Olib kelib beraman, olib kelib beraman. Bu nima bu? Olversa shumi? Kimga sotaman buni? Bu nima bu? Bu nima bu? Kiyilgan-ku. Nima qilding pulimni? Sifatli narsalar olib kelganman, bari Xitoydan keldi bularni. Xitoylik qani? Xitoylik Xitoyda. Olversa shimlar, unisex shortular. Shorti nech pul? $4,000. $4,000? Anima? Va to'xtama, Xitoyda $20,000 ga olganman. Ha, qo'shni musor sotib o'tiribsizmi? Qanaqa musor? Men Xitoyda $20,000 ga tovar zakaz qildim. $20,000 ga musor zakaz qildingizmi? Senga nima? Qo'shni, shuncha pulingiz bor ekan, menga bir og'iz aytmaysizmi? Men siz dengiz konsaltingga olib borardim. Ular nima qiladi? Dengizga olib boradimi? Yo'q, ular sizga Xitoyga biznes tur qilib berishadi. O'z Xitoyga borib, kerakli tovarlarni zavod, fabrikalardan eng arzon narxlarda olib, ishonchli odamlarga jo'natib yuborardingiz. Ammo Xitoyda qanday yashayman? Hech kimim yo'q-ku. Siz unisidan xavotir olmang. Buning ichida mehmonxona xizmati, transfer xizmati, gid xizmati, sug'urtasi ham bor. Kerak bo'lsa, sizni biznesingizni rivoji uchun biznes trening ham o'tib berishadi. Mashhurlar bilan ishlab kam bo'lmadi, mana mashina, uy-joy hammasini qilib oldim. Ha, jo'rajon, keladi-da ishlar, qayerga ham boradi. Xitoy bizaniki, nima qiladi boshqa? Hozir bilmaysiz. Nima qiladi dedi? Mana 3 ta harfni qara. Ha? Sen Xitoylik eding-ku, ko'zing qisiq edi-ku, nima qanday ochildi bu? O'zbekistonga kelib ko'zi ochildi lekin. Yo'q, shunaqa bo'ldimi? Endi men bilan yursin-da akasi. Qayerga? Boshqa qirralarni ham ochib kelaman hozir.